Yaxshimisiz? Rahmat, Xudoga shukur. Ovoz qanaqa? Ovozingiz rosa yaxshi ustozim. Xo'p, ovoz yaxshi bo'lsa, unda boshlaymiz. Efirni 9 da rejalashtirgan edim, lekin qizim hozir uxladi, alhamdulillah. Xotirjam o'tib olishim mumkin. Inshaalloh o'ylaymanki, oxirigacha uxlaydi. Xudo xohlasa, nega bu temada efir qilishga qaror qildim? Chunki ertaga ayollardagi ginekologik kasalliklar psixosomatikasi kursim bor. Bilasiz, juda zo'r rezultatlarga erishishyapti ayollar. O'sha kursda sistit mavzusi haqida va eroziyaning psixosomatik sabablari haqida gaplashamiz. Shu uchun sizga ham bu manfaatli bo'lsin deb efir qilyapman. Hozir. Demak, sizga ham manfaatli bo'lishi uchun bu mavzu haqida sizga ham efir qilib berishga qaror qildim. Yana bitta narsani ta'kidlab o'taman. Ayollik klubida, 1 yillik ayollik klubimizda inshaalloh bitta psixosomatik darslik bo'ladi. Oyida 4 ta jonli dars bo'lsa, o'shani bittasi psixosomatik bo'ladi. Demak, siz o'zingiz uchun, oilangiz uchun, farzandlaringiz uchun psixosomatika ilmini ham 100 ming evaziga o'rganishingiz mumkin bo'ladi. To'g'risi, o'zimni ham o'qigim kelib ketadi, ba'zida shunaqa narx belgilasam. Xullas, albatta sizda hozircha imkoniyat bor bu kursga qo'shilishga. Bizda esa bor yo'g'i necha kun qoldi? Bir necha kungina qoldi xolos. Albatta qo'shiling va 1 yillik proyektda oyma-oy 100 ming to'lov qilish evaziga o'zingizni ustingizda noldan boshlab ishlang. Agar bu qiziq bo'lsa, aynan mana shu zapis ostida 1 yil ichida proyektda nimalar bo'lishi haqida batafsil ma'lumotlar berib boraman. Demak, bugun biz sistit haqida gaplashamiz. Faqat tibbiy jihatdan emas, sразу aytaman. Bu psixosomatik nuqtai nazardan. Psixosomatika haqida gapirishga haqqim bor, chunki klinik psixologiyada o'qiyman, talabaman. Undan tashqari, psixoanalitikman va bir qancha tajribalarni o'tkazganman. Bu borada natijalar zo'r bo'lgan. Allohga shukur, bu tibbiyotni inkor qilmagan holatda. Avvalo, muhim narsani tushunishimiz kerak. Sistit bu sovuq yallig'lanish hisoblanadi. Tana uchun sovuqlik, ya'ni biz munosabatni sovuq qabul qilganimizda, sovuqqon qabul qilganimizda. Ko'p hollarda bu infeksiya bilan yoki immunitetni pasayib ketishi bilan bizga tibbiyot sabab deb beradi. Tagida mana shu immunitetni pasayib ketishini ham, infeksiya bo'lishi ham, постоянно sovqotib yurishni ham tagida kuchli va surunkali stressda yashash yotadi. Shuning uchun ham tibbiy tekshiruv shart. Agar sizda o'sha surunkali yallig'lanish bo'lsa, albatta tibbiyotda yordamini olasiz va parallelni psixosomatikasi bilan shug'ullanish kerak. Tajribamda shunaqa bo'lgan. Tibbiyot xodimasi, o'zlari oliy ma'lumotli vrach va 5 yil davomida surunkali sistitdan, ana o'shanaqa virusli sistitdan ozor chekib yashaganlar va biz ayollardagi ginekologik kasalliklar psixosomatikasi 2-chi patogida u inson bilan razbor qilganmiz, ya'ni tahlil qilganmiz, gruppovoy terapiya o'tganmiz, to'g'rirog'i. Aynan o'sha gruppovoy terapiyada u ayol buni sababini, psixosomatik sababini anglab yechim qilganlarida 5 yil davomida постоянный sodir bo'ladigan va постоянный dori-darmonda yuradigan holatdan butun umrga xalos bo'lganlar. Buni o'sha Uyg'on ayol vebinarida ham aytganlar. Nima uchun mana shu tibbiyot ba'zida ojizlik qiladi demayman. Tibbiyot bilan hamkorlikda psixosomatik sabablarni ko'rib chiqish kerak yoki nega u tibbiy lecheniya qilganingizda qaytalanadi. Chunki kuchli stress miyada aynan sistitga sabab bo'luvchi, sistit holatiga sabab bo'luvchi stress sizni hayotingizda yechimsiz qolgani uchun qayta yechishga imkon beradi sistit aslida. Bu esa uning psixosomatikasi. Demak, bir boshidan tushuntiraman. Quvuq nimani anglatadi o'zi psixosomatikada? Buni bilishimiz shart.
Quvuq chiqarish organi hisoblanadi. U chiqaradi tashqariga. U ortiqchani chiqaradi. Nima ortiqcha o'rda? Siydik ortiqcha. Psixologik ramzda u shaxsiy hudud hisoblanadi yoki chegara hisoblanadi yoki nazorat qilishga haqqim bor degan o'rinni bildiradi. Ichki ana shu ichki holatingizda to'plangan emotsiyalaringiz bilan bog'liq bo'lgan, agar nazoratda siz nazoratni yo'qotsangiz, chegaralar toptalsa, shaxsiy hududingiz buzilsa, unda testit sizda sodir bo'ladi. Va bu mani tajribamda bir necha bor o'z isbotini topgan. Eng ko'p uchraydigan psixosomatik sabablardan biri bu bosilgan g'azab. Ayollarda ayta olmaydigan ichki yig'iladi. Jim turishim kerak deb o'rgangan bolalikda biz o'rgatilingan emotsiya. Men qancha yalindim ayollarga tana tilida emotsiyalarni ishlashni o'rganinglar, emotsiyalarni ishlashni o'rganinglar deb. Demak, g'azab chiqmasa tana nima qiladi? Tana signal beradi kasallik orqali. Ko'p hollarda testit bu erkakka nisbatan alam tuyg'usi. Qaynona bosimi bo'lishi mumkin. Shaxsiy hududga ta'ziq-ku qaynonani bosimi ham. Shaxsiy hudud men shaxs sifatidagi menga bo'lgan munosabat deyiladi bu yerda. O'zini himoya qila olmaslik kiradi bu yerda. Demak, mana shu narsalar bilan bog'liq mojaro bo'lsa, konflikt bo'lsa, miya bilan ruhiyatdagi fikrlarini o'rtasida o'shanda testit sodir bo'lishi mumkin katta ehtimol bilan. Yoki chegara buzilishi, ayol yo'q deya olmaydi. U jinsiy yaqinlikda ichki qarshiligi bo'lsa ham, lekin majbur chidaydi. Va tana yallig'lanish orqali menga tegma degan signalni beradi va bu bilan u testit orqali yaqinlikdan o'z egasini xalos qiladi. Ko'ryapsizmi? Tanamiz bizdan ko'ra aqlli. Xavfsizlik qo'rquvi bo'lsa agar inson o'zini xavf ostida his qilsa, quvuq xavfsizlik hissi bilan ham bog'liq hisoblanadi. Moliyaviy xavotir bo'lganda ham hattoki misol uchun tugab qoladi pulingiz, oxirgisi qarz olishingizga to'g'ri keladi. Bu sizni shaxs sifatida erkin emasligingizni his qilishingizga majbur qiladi. Tashlab ketishdan qo'rquv bo'lsa, munosabatlardagi mutanosiblik buzilgan bo'lsa, beqaror bo'lsa, munosabatlar bir tekisda ketmasa, ishonchsiz deymiz moddiy tilga, shunaqa bo'lsa yoki doimiy stress, albatta bu immunitetni tushiradi. Chuqur ildiz esa bu bolalikdagi bizga o'rgatilingan yashash tarzi. Afsuski. Men har doim shu narsani ta'kidlayman. Ko'p ayollarda bolalik qanaqa o'tadi? Qattiq nazorat qiladi. Emotsiyalarni chiqarish biz uchun mumkin emas. Shu uchun tana og'riydi, lekin emotsiyani biz anglamaymiz. Qo'rquv muhiti shakllanadi, biz uni bosamiz, keyin fobiya bilan u bizga ko'rinish beradi. Chida degan tarbiya bizni turli yallig'lanish kasalliklarini olib keladi va biz bunga ham chidab yashaymiz. Va afsuski tana o'zini tanimay ketishi davom etaveradi. Va chegarasini himoya qilish uchun esa testit yordamga keladi. Ko'p kasalliklar sodir bo'ladi. Testitning ham psixosomatik sabablaridan birlari bular. Albatta individualniy har bir inson bilan ishlanganda har bir insonning o'zini qarashlari bor. Misol uchun, mani tajribamda shunaqa bo'lgan, ayol kishi erini xiyonat qilayotganini sezgan va surunkali, yiringli testit o'zida kuzatilingan. Tasavvur qilyapsizmi? Eri unga xiyonat qilyapti, ayol sezyapti, g'azablanyapti, g'azabini chiqarishni bilmaydi, ekologik chiqarishni, daftarga o'tirib yozishni bilmaydi yoki eri bilan katta inson sifatida hurmatli turmush o'rtog'im, nima deb o'ylaysan? Bu ishing to'g'rimi? Bu harom hisoblanadi va hokazo degan ochiqchasiga gapirishni bilmaydi. Chunki unga nima deb o'rgatilingan? Chida deb o'rgatilingan. Yoki u o'zidan kelib chiqib eriga xulosa qiladi. Уже aytadiki, mana erim urishi mumkin, so'kishi mumkin va o'ziga yangi ssenariy yaratadi chidash uchun. Ko'ryapsizmi, kuluvchilar qayerda yotadi aslida? Albatta bu yerda mutaxassis bu narsalarni ko'radi va sizga yechim qilishda yordam beradi. Shaxsan men qanaqa ishlayman? Men
aynan savollar beraman. Insonga o'sha savollar bilan travmasiga olib boraman. Masalan, oddiy savol siz uchun, auditoriya uchun o'sha og'riq qo'zg'alib ketsa, man bu yerda hammani terapiya qila olmayman afsuski. Shu uchun misol tariqasida. Aslida kim mening hududimni buzyapti? Agar sizda sistit bo'lsa, bu savolni berib ko'rishingiz mumkin. Yoki kimga nisbatan aytilmagan g'azabim tanamda turibdi. Yoki qaysi vaziyat o'zimni himoyasiz his qilishimga majbur qilyapti? Qaysi vaziyat? Tana kimga menga tegma deyapti? Kimga aytyapti? Yoki agar sistit gapirsa, sizga nima degan bo'lardi? Xullas, xulosa shundaki, sistit faqat infeksiya emas. Ba'zan u yig'ilgan, chiqmagan emotsiya hisoblanadi. Lekin bu degani tibbiyotdan nima deydi, отказ qiling degani emas. Albatta tibbiy yordam birinchi o'rin, parallelni psixosomatik qaytalansa, albatta bilingki, siz davolayapsiz dori bilan, lekin tana gapiryapti menga psixologik yechim ber, chunki u yerda bostirilgan psixologik holat yotgan bo'ladi, azizlar. Demak, sistit haqida qisqacha lo'nda qilib tushuntirdim. Hammaga tushunarli bo'ldimi? Ovozim bormi? Ha, tushunarli bo'ldi. Assalomu alaykum. Ovoz yaxshi kelyapti. Assalomu alaykum. Rahmat hammaga. Ovoz yaxshi bo'lsa xursandman. Ko'rdingizmi? Asosan biz e'tiborsiz qoldiradigan vaziyatlar tanamizni tili hisoblanadi, azizlar. Xo'p, kimda qanaqa savol bor shu borada? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz Shodiya opa? Charchamayapsiz? Rahmat. Rahmat. Manda savol bor edi. Xo'p. Manda sistit emas-ku, doimiy anaqa qandaydir diskomfort, shamollash bo'lib yuradida. Bu ham o'sha xuddi o'shanaqa abidalarmi bu ham? Lekin Yo'q. sistit emas. Abida Bilmayman. demadim. No- Qarang, alam dedim. Abida boshqa narsa, alam boshqa narsa. Mhm. Demak, oqindi bor. Вот, какой-то типа выделения. Shunaqami? Выделение bor, inogda yo'q. Lekin mana nima deydi? Bu zapis bo'ladimi bu? Ha, bo'ladi. Ha. Hay. Да, вот shunaqa yallig'lanish borda, короче, воспаление bor там. И Хорошо. qancha Man tushundim sizni. Man misolda tushuntiraman, tushunasiz degan umiddaman. Demak, yallig'lanish bu mana yangi germanskiy meditsina bo'yicha agar man talqin qiladigan bo'lsam, har bitta og'riq tanani qaysi nuqtasida bo'lishi, bu o'sha to'qimalardan, miyaning qaysi to'qimasidan boshqarilishi bilan bog'liq. Demak, miyada 4 ta to'qima bor. 3 ta asosiy. Entoderma, mezoderma. Mezoderma 2 ga bo'linadi. Yangi va eski mezodermaga bo'linadi va ektoderma bu po'stloq qismi. Aynan sistit yallig'lanish qismi bu ektodermadan boshqariladi. Ya'ni ektoderma munosabatlardagi aloqalardan qolgan hissiyotlar uchun javob beradi. Aloqalarda qanaqa hissiyot qolishi mumkin? Alamzadalik, haqqini ololmaganlik, afsuslanish, norozi bo'lish va uni chiqarmaslik. Oqibatida tana esiga tushib ketsa, alam yallig'lanadi. Tushuntira oldim degan umiddaman. Da, tushundim. Endi Xudo xohlasa yana gaplashganimizda podrobniyroq nima qilib olamiz. Ochiqlab Хорошо. gaplashib olamiz konsultatsiyada. Mayli, rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Yana kimda qanaqa savol bor sistit borasida? Tezlashamiz azizlar, chunki menda vaqt chegaralangan. To'g'ri. Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum.
Menda testetni yengilroq formati bo'lgan edi. Mhm. Meditsinskiy tomonlama ginekolog shifokor bilan maslahatlashgan holda lecheniya oldim, yaxshi bo'ldi. Lekin mana bu jinsiy lablarida uchuqqa o'xshagan maydacha narsa chiqyapti-da. Doktorga aytuvdim, bu shamollashdanmi yo bo'lmasa mana bu lecheniyani noto'g'ri dorilarni noto'g'ri iste'mol qilganingizdanmi deb doktor unday aniq tashxis aytmadi-da. Shuni psixosomatikasini aytib bera olasizmi? Agar e'tibor qaratgan bo'lsangiz, hozirgina shuni psixosomatikasi haqida gapirdim. Xo'p, man buni siz o'zingiz anglashingiz uchun sizga shunaqa savol beraman. Shu holat sizga nimaga xalaqit beryapti? Jinsiy munosabatda erkin bo'lishgami? Ha, ozroq. Necha foiz u ozroq? 40% atrofida. Endi 40% menimcha oz emas, u teng yarmi degani. Demak, teng yarmida manfaat bor, teng yarmida norozilik bor. Demak, faqat o'sha norozilik bilan siz kelishmas ekansiz, ya'ni emotsional holatda o'sha juftingiz bilan munosabatlarda vaziyatlarni ochiq ko'zlar bilan ko'rib, ongli ravishda tahlil qilib yechim qilmas ekansiz, yaradiga o'xshagan narsa sizni himoya qilish uchun u nima deydi, chiqishda davom etaveradi, afsuski. Tana shunaqa gapiradi. Aloqalarda qolgan, munosabatlardagi qolgan hissiyotlar uchun javob beradi dedim, aytaverman. Munosabatda qanaqa hissiyot qoldi? Aytilinmadi, ko'tarilinmadi. Ana o'sha uchun javob beradi. Rahmat savol uchun. Keyingi savol. Rahmat, ustoz. Sog' bo'ling. Assalomu Assalomu alaykum, alaykum. ustoz. Gapirsam Assalomu alaykum. bo'ladimi? Yaxshimisiz? Bo'ladi. Men sizni 2-3 safardan beri jonli efirlaringizni kuzatyapman. Sizni kanalingizga yangi qo'shilganman. Chunki menda bu narsaga qo'shilishimga ozgina majburiy bo'lgan. Matka masalasida 2-3 marta operatsiya bo'ldim. Bitta o'g'ilcham bor, yana tug'ishim kerak. Kistra operatsiyalar qildim. Bachadonim ochqizib, qaytadan operatsiyalarni yangitdan ko'rib, qaytadan qildirdim. Lekin shundayam uncha yaxshi natija olmaganim uchun shu bitta tanishim sizni tavsiya qildi. Shuni bir ikkita jonli efirlarini ko'r, ma'qul kelsa-da konsultatsiya olib ko'r dedi. Ana shunga menga ham yordam bera olasizmi? Endi man yordam bera olamanmi yo'qmi, uni Xudo biladi, man bilmayman. Lekin man savol berib sizni psixodiagnostika qilishim mumkin. Keling, man sizga savol berib ko'raman. Bachadon, matka bu metaforada uy hisoblanadi. Endi siz uyingizni 50 marta buzib, 80 marta tuzatganingiz bilan aniq sizda forma bo'lmasa, mana shunaqa buzganimdan keyin mana shunaqa qilib tuzaman degan qo'lingizda shablon yoki qo'lingizda aniq dasturul amal bo'lmas ekan, afsuski u buzilaveradi. Buzilishga sabab bo'lishi mumkin er-xotin munosabati, qaynona-kelin munosabati, ona bilan munosabat. Hozir meni tushunyapsizmi yoki yo'qmi? Yo yana soddaroq tushuntiraymi? Yo'q, men sizni tushundim, lekin qarang, menda endi bilmadim, meni ota-onam bilan yoki qaynotam yoki xo'jayinim bilan ham endi oilada urush janjal bo'lgan xo'jayinim bilan, lekin bolali bo'lishga nimadir to'siq qildi-da, ana shu matkam. Xo'p, keling, man конечно, matka emas, aslida miya. Man bugun bitta konsultatsiyada ishladim, man shokdaman. Mani tajribamda birinchi marta bo'ldi bu vaziyat. Radologiya bilan ishladim. Ayol man bilan teng yillar davomida befarzand. U ayolni farzandi yo'q. Eng qizig'i borku, u ayolni farzandsiz bo'lishiga uni rodidagi, uni ajdodlaridagi programma, chidab yashash programmasi bor. Erkakda ham, ayolda ham ikki tomonda. Va ikkita tomonda chidab yashash evaziga ular bola borku chidab yashagan. Va bunga bola yo'q, chidab yashashga majbur emas. Eng qizig'i ayol aytyaptiki, "Уже 40 ga kirdim.
Endi erimga aytyapman, ket, boshqa o'sha ikkinchi turmush, boshqa o'sha tug'ib bergan ayolingni oldiga bor, u yerda farzandlaring bor deyapti. Xuddi shu, ya'ni o'sha ajdodlardan qolgan programma ishlayapti-ku bu yerda, buni ko'ra olish kerakda. Что man chidab yashamayman, man ozodman, man farzand tug'madim chidamaslik uchun va man erkinman degan fikrni o'ziga berishi uchun va unda o'sha ekoga nimasi yaysakletka past chiqyapti ekoga. Ko'ryapsizmi? Organizm bermaydi toki uni psixologik sababini yechmasangiz. Endi sizga shunaqa savol: nega sizga bola kerak? Menga nega bola kerak? Chunki o'zim bitta o'g'ilcham bor. O'shanga uka bo'lsin yoki singil bo'lsin, lekin yolg'iz bo'lmasin degan narsa bor menda. Lekin Xudoga shukr, Tushunarli, Alloh bergan tushundim. o'g'lim Savolga bor. достаточно tushundim. Ikkinchi savol, mm, bola, birinchi bolangiz, o'g'ilchangiz Hmm. necha yoshda? O'g'ilcham ertaga mayga 5ga kirar. Xuddi boyagi siz aytganga yaqinda men ham bir marta eko transferlar o'tkazdim, o'xshamadi. Yana ham qaytadan operatsiya qil deb keldi. Shunga xo'jayinim ozgina yo'q, endi bo'ldi, sabr qil dedi, lekin menda to'xtagim kelmayapti. Qaydandir bir ilm Bolani izlab qanaqa katta qildingiz? yechaydim. Bolani Bolamni qanday katta qildingiz? juda yaxshi Удовольствие katta qildim. Chunki uni ham Aha. 5 yil deganda tug'ganman. 5 yil deganda tug'dingiz. Hmm. Bola siz uchun, uka bo'lishi uchun, yolg'iz bo'lmasligi uchun. Siz yolg'izmisiz oilada? Yo'q, endi o'g'lim yolg'iz bo'lmasin deyapman. Chunki xo'jayinim Sizga bitta yolg'izlik o'g'ilda. hissi qayerdan aniq? Siz qaydan bilasiz? Balkim o'g'lingizga yaqin yashash komfortnadir. Bu yolg'izlik hissi sizga qayerdan tanish? Chunki bu menga qayerdan tanish, xo'jayinim 3 ta qiz, 4 ta qiz, bitta o'g'il. Xo'jayinim ro'zg'orda ozgina anov qiladi, o'zini yolg'izligini his qiladi. Shu narsada men har doim ham, o'g'lim bitta bo'lmasin, 2 ta bo'lsin, 3 ta bo'lsin deb niyat qilganman ich-ichimdan. Chunki xo'jayinimga Demak, eringiz ko'rganman. yolg'iz o'g'il, eringiz Ana yolg'iz shu. o'g'il va yolg'iz o'g'illik hissini xotini his qilyapti spokойно. Demak, erkak bu hissiyotni xotiniga bemalol ko'rsata olyapti, shunaqami? Men ko'raman, bilaman. Chunki men xo'jayinim bilan chetda yashayman-ku. Uni har yotgan, turgan hayoti butun men bilan o'tdi-da. Hozir zo'r bitta narsani anglash berdingiz menga. Endi qanchalik buni efirda aytishim to'g'ri yoki noto'g'ri o'ylayapman bu narsa haqida. Oilada kim kuchli, sizmi yoki eringizmi? Endi bilmadim unisini. Прекрасно bilib turibsiz. Shuni aytsangiz, men balkim to'g'riroq diagnoz qilishim mumkin-da. Siz Qanaqa, aytganingiz bo'ladi, chunki ayol aqlli, to'g'rimi? ko'proq endi bunaqa nima desam bo'ladi? Nima qat'iyatlik jihatda men kuchli. Chunki Endi xo'jayinim chotki savol, tushundim, yetarli, mana shu достаточно. Sizni kuchliligingiz aniq. Demak, sizga chotki savol beraman bitta. O'g'lingiz toch-v-toch eringizga o'xshasa, kopiya bo'lsa, rozimisiz? Вот xarakteri ham, keliningiz xuddi sizga o'xshasa. Men o'g'limda xo'jayinimga o'xshasa roziman. Chunki hozirgi o'g'lim ham Keliningiz xo'jayinimga sizga o'xshasa rozimisiz, xo'p? 100% roziman. Sizga o'xshasini, unda tanangizdan so'rang, mana shu holatda tana nima deydi? Tana rozimi? Tasavvur qilib ko'ring. Siz hozir qanaqa munosabat bo'lsangiz eringiz bilan, o'g'lingiz bo'lsa hozir bilan xuddi shunaqa munosabat bo'ladi. Naskолько готов? Shaxsan men ham 2 ta o'g'lim bor. Men o'g'lingizga o'xshashni xohlayman, kelinim menga o'xshashni xohlamayman. Meni qo'rqitadi bu narsa. Chunki men zo'r ayolman deya olmayman. Chestnaman o'zim bilan. Siz o'zingiz bilan chestnamisiz? Ha, lekin men kelinlarim o'zimga o'xshashini xohlayman. O'g'lim ham xo'jayinimga o'xshashini xohlayman. Chunki ko'p qiliqlari xo'jayinimga o'xshaydi. Gaplari. Siz tushunmadingizmi? Men sizga tushuntirib bera olmadim. Unda men bilmayman sababini. Sababini bilish uchun o'tirib sizni vaziyatlaringizni ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Nimaga organizm sizga bola berishni emas,
bola bor sizda, bor qiyinchilik bilan dunyoga kelgan bola bor. Nimaga ikkinchisi bo'lmayotganini bilmayman. Bilishim uchun o'tirib sizni хотя бы 15 minut eshitishim kerak. Efirda esa bu narsani iloji yo'q, afsuski. Qarang, ana shunga bog'lanish uchun shu adminingiz bilan bog'lanishim kerakmi? Men ham shu konsultatsiya olib, o'zingiz bilan bir chuqur izlab, lekin shu narsaga yechim bor-a? Endi men qurib bitib Uni Xudo operatsiya biladi. Man yechim bor deya olmayman, chunki men Xudo emasman. Uni Xudo biladi. Ha, tajribamda bo'lgan, yillar davomida farzandsiz bo'lganlar, farzandli bo'lgan, tajribamda bo'lgan. Hattoki 53 yoshli ayol homilador bo'lgan. Bo'lgan tajribamda. Lekin aynan siz ham xuddi shularni birisiz degani emas. Ularning hayot yo'li boshqa, dunyoqarashi boshqa. Sizniki Ha. boshqa. Shu uchun sizdagi vaziyat, siz o'zingiz bolaligingizdan kelib chiqadigan holat bo'ladi. Masalan, men 40 yoshimgacha qiz farzand ko'rmaganman. Garchi bunga qancha harakat qilgan bo'lsam-da, qo'l siltab qo'yganimda, qachonki ayol zotini to'laqonli qabul qilganimda, Alloh tomonidan Ramazon oyida men homilador ekanligimni bilganman o'tgan yil. Hatto bu narsani aqlan tushungan bo'lsam-da, bu narsaga возможно o'sha aqlan tayyor bo'lgan bo'lsam-da, tanam tayyor bo'lmagan. Buni ham psixosomatik sabablar juda ko'p bo'lgan. Shu uchun biz yuzaki ha yoki yo'q deyishdan oldin obdon bu narsani o'rganib chiqishimiz kerak. Bu shunchaki nima deydi? Ha, davay menga pul to'lama, konsultatsiya o'taman degani emas. Men buni tarafdori ham emasman. Tushundim, opa. Rahmat kattakon, tushunganingizdan Sog' bo'ling. xursandman. Sog' bo'ling, Allohga omonat bo'ling. Yozilib qo'yaman, xo'p, konsultatsiyangizga. Endi u sizni tanlovingiz. Yo'q, shuni ham ko'rmoqchiman-da. Хорошо, imkoniyatingiz bo'lsa bemalol, men to'g'ri yordamim tegsa, qo'limdan kelsa men xursand bo'laman, xolos. Xo'p, Sog' bo'ling. rahmat. Rahmat. Keyingi savol. Assalomu alaykum ustozim. Assalomu alaykum, Aysha opa, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Sog'amanmisiz? Sal balandroq gapiring, Aysha opa. Xo'p, mayli. Xayrli bo'lsin, boshlagan ishningiz. Rahmat. Xayrlisini Alloh nasib qilsin hammamizga. Xo'p. Ustozim, menda ko'p yildan beri sistitim bor. Shu o'quv dori olaman. Sizni nalaringizdan yana 2-3 yil yaqinlashdi. Shu eshitib, shuni tushunib, anglab turibman, lekin shundan chiqib ketmayapman. Хорошо, tushundim. Savol sizga beraman, Aysha opa, qarang. Agar siz o'zingizni himoya qilsangiz, eshityapsiz gapimni? So'zingizda, so'zlar ifodasida o'zingizni himoya qilsangiz, hayotingizda nima bo'lishi mumkin katastroficheskiy? Nima yomon bo'lishi mumkin hayotingizda? Savolim tushunarlimi, Aysha opa? Agar siz hayotingizda o'zingizni himoya qilsangiz, misol uchun onangizdan, farzandlaringizdan nima bo'ladi? Yaxshi bo'ldi. Nima yomon bo'ladi? Ular ustiga chiqishi mumkinmi? Yoki ular sizdan xafa bo'lishi mumkinmi? Nima yomon bo'ladi agar siz o'zingizni himoya qilsangiz? Ha, shu himoya qilib turibman o'zimdan, lekin shuni chiqmay turibmanmi? Qanday himoya qilyapsiz? Mana bitta misolda aytingchi. Masalan, meni odamga kredit olib qo'yibdilar. Mahallada men ayollar daftarida turaman. Uy bekasi bo'lgani. Shuni 4-5 yil bo'ldi, уже 5 yil bo'ldi, hali to'lamayapti-da. Shu meni bo'ynimga tushib qolmasin degan bir nima kelib turibdi-da menga. Qanaqa qilib buni himoya qilyapsiz? Konkretniy travmatik holat turibdi-ku, kredit sizni otingizga olingan, siz qayerdadir shaxsiyatingizga tegilgan, bu sizdan spokойно foydalanishyapti, siz ichingizdagi qo'rquv turibdi. Mani ustimga tushishi mumkin bu narsa. Ish qilib bular to'lamasa, men to'lov qilmasmikinman degan o'ta kuchli qo'rquv, o'zingizni himoya qila olmayotgan vaziyat turibdi-ku. Конечно, чистить surunkali bo'ladi. Aysha opa, хотя бы o'sha insonlarga o'tirib daftarda maktub yozing, miyangizdan yopilsin хотя бы bu nima
travmatik vaziyat, ya'ni qo'rquv. O'tirib yozing faloncha, mani ustimdan olgan kreditingni to'lashingni xohlayman. Hech bo'lmasa Ramazon oyida mana sanga mana shu gapni yetkazyapman. Dialog yakunlash kerak. Хотя бы miyangizda yakunlanishi uchun daftarda yozing, qani ichingizda nima sodir bo'ladi. Keyin hayotingizda nima sodir bo'ladi. Keyin menga keyingi efirda aytasiz, хорошо? Hop ustoz, men yozdim. Nafratimni chiqardim shu Men nafrat demayapman. Men dialogni tugating deyapman. men yozib turibman-da, yozdim-da, lekin o'zimni yengil his qilgandek bo'laman-da, lekin miyamda yana aylanadi-da shu kerak. Yozaman, lekin dum Siz chiqaradek. mani eshiting, Aysha opajon, mani eshiting. Sizga nafrat demadim. Sizga o'sha insonlar bilan ochiqchasiga gaplashish dedim. Siz qilib ko'ring shuni. Keyin keyingi yerda menga aytasiz. Xo'p, agar inshaalloh rezultat bersa, agar rezultat bo'lmasa, men keyingi siz bilan ishlayman. Sog' bo'ling. Bitta narsani unutmanglar, hurmatli aziz yaxshilar, insonning ichki holati tashqaridagi bo'layotgan vaziyatga 100% ta'sir ko'rsatadi. Tashqarida bo'layotgan vaziyat insonning ichki holatiga 100% ta'sir etadi. Aynan mana shu psixologiya degan so'zning o'zi va psixologik boshqarish, insonni boshqarish, insonni davolash, insonni o'stirish hammasi ortida mana shu ta'sir etish kuchi yotadi. Menga agar kelishadi, savol beradi, lapash erim qo'lidan pul ishlab kelmaydi, erim bunaqa, erim bunaqa. Shunda hayron qarab turaman, haqida qanaqa fikrdasan, holating, u inson haqida qanaqa hissiyotdaki, u inson senga bersin. Inson pul ishlab seni xursand qilsin. Nima qilishim kerak fikrimni o'zgartirish uchun deydi. Fikr yaraladi. Mana men arxetiplarni o'tyapman-ku mutaxassislar uchun. Mana shu yerda xudo xolisa tema bor, anima va animus deymiz. Erkak va ayol siymosi degani. Erkak siymosi ayolning ichida. Uning otasi, bobosi, aka-ukalardan shakllanadi. Va u yashayotgan mahalni erkaklar siymosidan shakllanadi. Qarashlar o'sha yerda shakllanadi. Va bu qarashlar bilan agar travma olgan bo'lsa, misol uchun uning otasi uni bolaligida haqorat qilgan bo'lsa, qo'pol munosabatda bo'lgan bo'lsa yoki tashlab ketgan bo'lsa, ajrimda bo'lsa va hokazo travmatik holat bo'lsa, bola ongsizligida otani yomon ko'radi va otadan otani figurasi, erkak figurasidan nafratda bo'ladi. Aynan mana shu nafratni o'zini eridan og'rig'ini his qilmasligi uchun mana shu yerda diqqat qiling. Tanasida, miyasida, ong ostida bor bo'lgan programmani ishlamasligi uchun u kuchsiz erkakni tanlaydi ongsiz darajada va uni boshqarib yashaydi. Afsuski bu isbotlangan. Yoki tuppa-tuzuk, ishbilarmon, qayerdadir o'sha programmasi aynan buni qo'lida ishlanishi kerak bo'lgan erkak bu ayolni qo'liga tushadida omadsizga aylanishi mumkin. Bu degani ayol aybdor degani emas. Bu degani ta'sir kuchi ishlaydi degani. Psixolog o'sha ta'sir kuchini sizga ko'rsatadi. U bilan ishlash sizni o'zingizning vazifangiz. Buni to'g'ri tushunib, to'g'ri talqin qilishingiz kerak. Men aytayotgan gaplarni hech kim ochiq efirlarda aytmaydi. Tем более psixologlar navrat aytishi mumkin. Men har biringiz o'zingizga qarang deb, o'zingizga diqqat qiling va o'zingizdagi muammoni yechishga imkoniyatingiz bor degan maqsadda aytaman. Men o'ylaymanki, bu narsani tushuntirib bera oldim. Bizni fikrlarimiz mana masalan oddiy misolni aytaman. Keling, er-xotin munosabati ham bo'lmasin. Mana o'zimni kasbimga bo'lgan munosabatim. Men kasbimga nisbatan marketingda yo'qman. Reklama qilish, marketing qilishga yo'qman. Lekin o'qish uchun, har doim o'zimni ustimda ishlash uchun men katta pul sarflayman. Va men har doim o'zimni rivojlantirish nuqtasida yuqorida turaman, xizmatimni sotish nuqtasida men pastda turaman.
Balans yo'q manda mana shu yerda. Nima uchun? Chunki mani ichki holatimda qachonlardir man ham psixologga muhtoj bo'lganimda manda pul bo'lmagan. Sizdagi bor holat manda ham bo'lgan. Va men o'shanda xohlaganmanki, inshaalloh shunaqa vaziyat bo'ladi. Men imkonim qadar yordam beraman degan. Va men qo'limdan kelganicha beryapman. Va bu degani albatta men ham o'qishlarimga pulni sizlardan olaman. Sizlarga kurs sotganim evaziga, xizmatimni sotganim evaziga olaman. Men buni ochiqchasiga aytyapman. Ochiqchasiga aytishdan uyalmayman ham, chunki bu haqiqat, chestna bo'lishimiz kerak. Tim bo'li Ramazon oyida turibmiz. Lekin ko'proq harakat qilamanki, tushuninglar, anglanglar, yechim qilinglar. E'tibor bersangiz, har bitta postimni tagida psixoterapevtik savol beraman. O'sha savolni o'ziga bergan javobingiz sizni yechadi aslida. Faqat unga ozgina onglik yondoshish kerak. Ayollik klubini nimaga tashkil qildim? Aynan ayollar qadamma-qadam o'zini ustida ishlashni o'rganishi uchun. Eng to'g'ri haqiqatni aytaymi? Bugun adminimga shu narsani aytdim, qoyil dedi. Men nima uchun bu proyektni 1 yillik qildim? Chunki hech bo'lmasa oyma-oy o'zingiz uchun pul ajratishni o'rganing. O'zingiz uchun harakat qiling. O'zingiz uchun sarmoya qiling. Darsni men beraman, zo'r qilib beraman, xudo xolisa. Lekin siz o'zingiz uchun chiqim qilishni o'rganing, miyangizda okoshka ochilsin. Maqsadim shu. Xo'p, keyingi savol. Assalomu alaykum. Shodi opa. Assalomu alaykum. Shodi opa, ana shu xatlar yozayotganda, keyin duo qilib, yig'lab o'sha Allohga dardini aytayotgan paytda isnov kelishi nimadan, shuni hech tushunolmayman-da. Esnash kelishi, birdan chalg'ishmi Uni nima men ham bo'ldi? bilmayman. Uni men ham bilmayman. Bilmayman. Faqat Shodiya Husaynova maylimi shu savolga men javob bersam. Bemalol. Agar siz masalan esnov kelsa, bilasiz, payg'ambarimiz eng yomon ko'rgan narsa payg'ambar esnovda. Esnovda kelganda shaytonlar shunday hozir bo'lib turar ekanda. Vallohu alam, bilganimcha aytayapman. Ichingizda payg'ambarimiz eslamaganlar desangiz bo'ldi, esnov qaytib ketadi. Men ko'p sinovda bo'lganman, shuni ko'p haligi qilib ko'rganman-da. Keyin yon tevarlarim, qarindosh urug'larim, boshqalar namoz o'qiganda ko'p savol beradi. Shunda esnov keladi. Nima qilishimiz kerak? Yo payg'ambarimiz esnamaganlar desangiz, o'zi qaytib ketadi esnovingiz. Bu agar verniy hadis bo'lsa, ya'ni ishonchli hadis bo'lsa, qabul qilamiz. Agar albatta istochnik aniq bo'lsa, rahmat kattakon. Javob uchun albatta. Vallohu alam shunaqa. Uzr. Yo, nega uzr so'raysiz, opajon? Bemalol. Men hech qanaqa e'tirozim yo'q. Men prosta qo'rqaman. Aynan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar-ku, eng yomon inson men haqimda yolg'on informatsiya bergan. Men shunchaki shubha ham qilganim yo'q. Buni to'g'ri tushuning. Shunchaki verniy informatsiya bo'lsa, yaxshi, xayrli. Chunki bir inson savoliga javob oldi. Vallohu alam deb gapirdingiz. Tim bo'li, bu zo'r. Haligi ilmlilardan, katta mullalardan nima qiluvdim-da, eshituvdim. Shunda keyin shu Mayli, haqiqat bo'lsa yaxshi. haqiqatdan, lekin rost qaytib ketar ekan shu esnov. Eslamar ekansiz. Men bilmas ekanman masalan mana shu narsani. Siz tufayli bildim. Endi izlanib ko'raman, qaysi hadisga asoslangan ekan. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat kattakon. Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, rahmat. Ustozim, meni savolim shu sistit haqida edi. Men doim anaqa qichishib turib, keyin kuchayib ketadi-da. Ya'ni bu onam mana hozirgacha 62 yoshdalar. 60 yoshdalar. Hozirgacha bo'ladi-da, ya'ni biz naslda bormikin o'zi degan narsa bo'lardi menda. Bu nasldan o'tadigan kasallik emas. Va onangizni qarashini erkakka nisbatan olgan bo'lishingiz mumkin. Misol uchun, erkakka faqat yotib turish bo'lsa bo'ldi degan qarash bo'lishi mumkin, fikr bo'lishi mumkin.
на самом деле erkak mani bu dunyoda gullashim uchun, ko'karishim uchun Alloh tomonidan berilgan bog'bon deb qaramaysizda. O'sha qarash ham sabab bo'lishi mumkin. Endi sizni qarashlaringizni men bilmayman. Qanaqa qaraysiz deb savol bersam, hozir yarim soat vaqt ketadi. Shuning uchun men shunchaki bir versiya aytdim. Bu versiya qanchalik to'g'ri yo noto'g'ri uni siz bilasiz. Keyin yana shunaqa savol beraman sizga. Ana shu qichish evaziga aslida любой qichish bu ajratish konflikti. Nimadan ajralolmayapsiz yoki nimani ajratolmayapsizki yoki kimni ajratolmayapsizki qiynalyapsiz. Savolim Turmush tushunarlimi? tushunarli. Javob bersam bo'ladimi? Albatta. Turmush o'rtog'im bilan hozir men haligi tana tilida ikkisida ham hali birida ham sotmaganimda savol bergandim. Ana shu qizmanmi, ya'ni savolingizni qaytadan bering degan qiz edim. Onamnikidaman, xo'jayinim bilan ajrashmaslik, shunaqasi masalasida ham yuribmanda men ikkilanishda. 3 ta bolam bilan hozir onamnikidaman. Yashab ketamanmi, yashab ketmaymanmi, shu narsalar bo'lyapti rostdan. Va shu erkakka 3 ta tug'ib berganingizga pushaymon bo'lyapsizmi hozir? Yo'q, pushaymon bo'lmayapman. Chunki turmush o'rtog'imdan ko'p ayblovni ko'rmayapman, lekin onam bilan turganim uchun shunaqa ko'p narsalarda angladimki, ana shu onam yoshligimda hayotim bilan turmushdagi hayotim bir xil bo'lib qoldida, keyin bu tasodifmikin deb o'yladim. Hozir bu yerga kelganimdan keyin shu darslarni qildim, o'rtada haligi ilg'adimi, qo'zg'alish bo'ldim, onam bilan aytishdim, onamdan nafratim kuchaydi, yomon ko'rgandek bo'ldim, yozdim ham, yomon ko'raman, ayasiz dedim, muttalik naqalab bo'ldimda. Ashnaga yana qichishni boshladi-da. Men tana tilini instruksiya bilan berdim, lekin instruksiya bilan qilishni ham o'rganinglar qizlar. Xo'p, men savolingizga javob beraman. Ajrim hech qachon yechim emas. Buni unutmang. Ajrim yechim emas. Xo'p, ajraldingiz ham deylik. Hech kim kafolat bermaydi. Faqat o'zingiz ustingizda ishlab hayotga sog'lom fikr bilan qaramaguningizcha xuddi o'shanaqa erkakka yana tegmasligingizga hech kim kafolat bermaydi. Shuning uchun bu yerda ajrim sabablari ko'rilishi kerak. Birinchidan, nega ajrim darajasigacha bordingiz? Ikkinchidan, unutmanglar, bitta haqiqat bor bu dunyoda. Erkak farzandini yaxshi ko'radi, farzandini hurmat qiladi, farzandi uchun jonini beradi, uni boqadi, ko'chaga tashlab qo'ymaydi. Lekin farzand agar erkakning ko'ngli qolgan bo'lsa, bu oiladan tiklashga sabab bo'la olmaydi. Erkak ana o'sha paytda ko'ziga hech narsa ko'rinmaydi. Ayol farzandi uchun chidaydi, erkak chidamaydi. Shuning uchun xato qilishdan oldin yoki xato qilib bo'lgan bo'lsangiz, уже birinchi kechirish kerak bo'lsa o'zingizni kechiring. O'sha xatoni qilganingiz uchun. Keyin esa mayli g'urur yo'l qo'ymas, mayli gardeniya bordir, shaytoniy hislar bordir, erkagingizga o'tirib emotsionalni tugatilinmagan fikrlar deb maktub yozing. Va u insonga nisbatan hurmatingiz, izzatingiz nima bo'lsa hammasini yozing toki o'sha energiya ta'sir qiladi. Hozir aytdim. Ichki ta'sir kuchi bor. Psixologiya so'zining ma'nosi ham shu. Subyektivniy мнение отражаться qiladi в объекте. Va niyatingiz xolis bo'lsa, mana shunaqa muqaddas oyda turibmiz. Joy namozni to'shang, Allohdan so'rang. Xayrlisini nasib qilding. Endi onangiz bilan keladigan bo'lsak munosabatlarda. Ha, afsuski onalar bizga yaxshi bo'lsin deb bizni qattiq qo'l qilishadi. O'zlari chekkan azobni bolalarim chekmasin, ular hayotda bola bo'lishi shart emas, erta katta bo'lsin deb bolaligimizni olib qo'yishadi va biz bolalik bo'shlig'ini his qilib yashaymiz. Mana shu joyi xato. Onalardan nafratlanish katta xato. Bu emotsiyani ishlash uchun onani holatiga tushib ko'rish kerak. Ona qutqaradi aslida. Mana masalan, mana ham o'zlari uzoqdan Samarqanddan Buxoroga kelin bo'lib borganlari uchun bu qanchalik azob ekanligini, yaqinlarini sog'inganda bora olmasligini ko'rganida, o'sha sog'inganda ko'ra olmasligi, o'sha paytlar telefon bo'lmaganligi, boshqa narsa bo'lganligi uchun bizni o'ta qattiq qo'l tarbiyalaganki, biz ertaga sog'inch hissini his qilmaylik. Bu his og'ritgani uchun onamni bu hisni bizga begona deb tanishtirgan. Va biz sog'inchni uyat deb his qilganmiz, slabost deb his qilganmiz.
Tushunyapsizmi? Men psixologiyani o'qib tushunganmanki, naqadar sog'inishni tan olish bu tanaga, qalbga his qilishni berish, qalbni eshigini mundoqqina ochish. Men bekordan bekorga bugungi efirni shunaqa metaforik karta bilan qo'ymadim. Yaxshilab uni analiz qilsangiz, katta insonni yuzini mundoq ochsangiz, kichkinagina bolacha, ana o'sha kichkinagina bolacha tashqariga chiqib o'zi katta bo'lsa, biologik ehtiyojlarini qondirgan holda hayotda muammolar bo'lmaydi. Lekin afsuski bu bo'lmaydi. Chunki hayot jannat emas. Insonlar harakat qiladi jannatni yaratishga. Eng to'g'risi ana o'sha jannatni yaratishga harakat qilish jarayonida g'iybat qilmaydi, birovni haqqiga xiyonat qilmaydi, ongini o'stiradi. Shu uchun psixologiya yordam beradi. Atak psixologiya 100% haq degani emas. Buni unutmang. Psixologiya hech bo'lmaganda sizni ko'zingiz ochilishiga, hech bo'lmasa kimnidir hayotida emas, o'zingizni hayotingizda yashashga, ertaga dunyoda savol javobingiz yengil bo'lishiga sabab bo'ladi xolos. Buni unaqa jiddiy qabul qilmang. Rahmat. Rahmat Kattakon rahmat. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum ustoza. Assalomu alaykum. Charchamasdan yuribsizmi? Ro'zalar bilan xorman. Rahmat. Assalomu O'zingiz ham alaykum, yaxshimisiz? ustoz. Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshimisiz? Sekin Hozir mana shu sekin. Ahmedovani savollarini qabul qilay, opajon, maylimi? Mana endi 1 yildan oshdi. Oldinlari kuni bilan ham yurardim. Men siydik tutib bilib nima qilib yurardim. Hozir endi kechqurun ham nimaga chiqaman. Siydik mochova puzini devori qalinlashgan degan edi-da nimada. Salgina yana уже jindakkina siydikim bo'lsa ham уже tutolmasdan qolaman. Sirazi bormasam. Endi bizni uyimizni ichida unitazlarimiz bor-da. Agar sal tashqariroq bo'lsa, salgina nima bo'lsa bo'lmaydi. Ana shularni nimasini bir ko'rib bersangiz iltimos. Sababini aytaman. Rahmat savol uchun. Qarang. Yoshingiz nechida? 69 ga qaradim. 69 yilga qadar siz o'zingizni himoya qilib yashay oldingizmi? Yoki har doim ichingizga yutib yashadingizmi? Endi ichimga yutib yashaganim ham ko'proq desam ham bo'ladi. O'zimcha endi himoya qildim ham desam ham bo'ladi. Ikki tomonlama ham o'ylayman. Lekin ko'p narsani chidaganman. Endi yana bitta savol. Mana shu siydik tez-tez chiqish sizga nimada yordam beryapti hozir? Nimada yordam beryapti? Bilmayman. Mana bo'lishi mumkin, unitazi bor, uyingizdan tashqariga ketmaslikka, komfortingiz buzilmasligiga yordam berishi mumkin. Bo'lishi mumkin, farzandlaringiz onamda shunaqa kasallik bor deb sizga yanada yaxshiroq sharoit qilib berishiga, mana qishlarda утеплительный pollar bo'lishiga. Вот siz uchun o'zingiz qilolmagan yaxshilikni qilish evaziga sizga munosabatda plus bo'lishiga, siz chunki o'zingizga o'zingiz ruxsat bera olmaysiz u narsaga. To'g'ri. Va balkim shunga yordam berayotgan bo'lishi mumkin. Endi qachon bu narsa to'xtaydi? Qachonki siz осознанно, ongli ravishda aytsangizki, men endi 69 ga qarab ketyapman, angladim, o'zimni o'zim qadrlashim va o'zimni hurmat qilishim kerak ekan. Avvalo, chunki men Allohni yaratgan ne'matiman. Biz Alloh yaratgan. Biz Allohning ne'matimiz. Allohning ne'matida kamchilik bo'lmaydi. U bandani qarichida, bandani o'lchovida kimdir yaxshi, kimdir yomon. Aslida biz Allohni yaratgan ne'matimiz. Ne'matda biz haqqimiz yo'qki, tanamizga jarohat yetkazishga, haqqimiz yo'qki, o'zimiz haqimizda yomon fikrga borishga. Mana Nurnoma kitobida ham yozilgan-ku, tanangni yerga topshirganda uni haqqini berasan degan. Xuddi shunaqaki, bu tanani asrash, men shu uchun ham tana terapiyasini yaxshi ko'ramanki, tana terapiyasi evaziga insonlarga butunlikni qaytarib berish baxtini Alloh nasib qilgani uchun menga. Demak, mana shu butunlikni
siz ikkita savob yo'li bilan olishingiz mumkin. Birinchisi, bolalaringizga minnatdorchilik bildirish evaziga o'zingizdan faxrlanasiz. Yaxshiyam manda shunaqa bolalar bor ekan deb. Allohga shukr. Ikkinchidan, o'zingizga bo'lgan munosabatingizni o'zingiz hurmat qilishni boshlaysiz. To'g'ri. Allohga shukr, rahmat, anglatdingiz. Rahmat kattakon, anglaganingizdan xursandman. Sog' bo'ling. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Rahmat kattakon. Rahmat. Keyingi savol. Keyingi savol. Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Rahmat, assalomu alaykum. Meni savolim endi shu og'iz bo'shlig'imda ko'p muammo uchraydi. Har xil narsalar chiqadi. Stomatitmi? Milklarimda yo'q. Tilimda. Asosan tilimni uchida. Tilingizni uchida chiqqan narsa sizga nimaga yordam beryapti? Yo'q, yordam bermayapti, zarari ko'proq bo'lyapti-da. Qanaqa zarar beryapti xo'p? Og'riyapti. Bu og'riq sizga qanaqa emotsiya beryapti, hissiyot beryapti? Jirkanish, shunaqa narsalar. Qayerda siz jirkanayotganingizni tilingizni ishlatib aytmayapsiz? Milklarim Angladingizmi? ham ko'p. Tushundim. To'xtang, birinchi tilingizni hal qilib olaylik. Yugurib, sakrab ketmasdan diqqat bilan eshiting. Qaysi jirkanch vaziyatni ko'rib turibsizda aytolmayapsiz? Bo'lyaptimi hayotingizda shunaqa? Demak, buni angladingiz, to'g'rimi? Endi milklarni psixosomatik sababidan kelib chiqib, Endi o'sha narsani xo'p, men tushundim sizni, tushuntiraman. Milk biologik vazifasidan kelib chiqadi. Har bir organni o'zini biologik vazifasi bor, bajaruvchi. Organizm uchun xizmat qiluvchi vazifasi bor. O'sha xizmat qiluvchi vazifasi milkni nima? Tish unga o'rnashadi va u tish tomirlari bilan birga ushlab turuvchi yer hisoblanadi. Agar u yer bo'shab ketsa, tish tushib ketadi. Agar u yer yaralansa, tish qoniydi. Agar u tishga toshmalar, u yerga toshmalar toshsa, unda u tishni ishlatish huquqidan mahrum bo'ladi. Demak, tish ishlatish huquqi nimadan iborat? Tishni biz ishlatamiz, rizqimizni o'zimizni bo'lagimizni uzib, keyin uni chaynab, keyin hazm qilish organiga berish uchun tomoq orqali, qizilo'ngach orqali. Demak, siz vaziyatingizda shunaqa holat bo'lyaptiki, uzib tasholmayapsiz o'zingizni haqqingizni. Tanangizda shunaqa kuchli qo'rquv bo'lishi mumkin yoki norozilik bo'lishi mumkin. Скорее всего, qo'rquv bu. Tishingizni ishlatmasligingiz uchun milkingizdagi vaziyat sodir bo'layotgan bo'lishi mumkin. Qanchalik mana tushundingiz hozir? Yo'q, shu o'ylaganimni aytyapsiz-da. Молодец. Endi yechim qilish uchun yo terapiyaga qatnashing, yo konsultatsiyaga. Chunki bu holat bilan siz dori-darmon qilishingiz mumkin. Afsuski, bu dori-darmonlik emas. Rahmat savol uchun. Sog' bo'ling, Allohga omonat bo'ling. Xo'p, rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Keyingi savol. Nahotki bugun savollaring tugab qolganmiz. Assalomu alaykum Shodiyaxon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Halim opa, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat, alhamdulillah, Xudoga shukr. Anaqa, hozir meni savolim mana hayotimdagi bir nima bo'yicha savol bermoqchi edim-da. Xo'p, bemalol. Qarang, anaqa, mani 3 ta farzandim bor-da. Bitta qiz, 2 ta o'g'il-da.
Katta qizim turmushga chiqqan, katta o'g'lim uylangan, de. Endi hozir kichkina o'g'lim 29 ga to'ladi bu yilda. Shunda har doim shu bola bilan konfliktga keladiki, ishga boradi, ishdan bo'shab keladi, ishga boradi, bir hafta ishlaydi, ishdan bo'shab keladi. Doim omadsizman deydi-de, ishni alishtiravuradi-de. Shunaqangi anaqamga og'riq beryaptiki, hozir dod degim kelyapti-de. Chunki aprel oyida uylantiramiz deb ipoteka qilib qo'yganmiz. Shunaqangi og'irligidanchi ichimdan nima qilishimni bilmay qolyapman-de. Ertaga bu kelgan kelim nima qiladi, sen bunaqa ishdan bo'shaversang deb bolam bilan baqirib tashlagim kelib, urushib ketgim kelyapti-de. O'zimni bosaman Halimappa chatda ishlashimni xohlaysizmi? Tushundim sizni. Chatda ishlashimni xohlaysizmi? Ha, mayli. Bilasiz, zapis bo'ladi. Zapis ommaga tarqatiladi, bilasiz. Ha, mayli. Halimappa faqat по-честному. Necha foiz eringizdan qiynalganingizni, ya'ni shu erkakni ayoli bo'lib, siz qiynalgan ozorni hali kelmagan keliningizni o'sha ozordan asrayapsiz va necha foiz o'g'lingizga 100% otasidagi alamingizni kiydiryapsiz. Savolim tushunarlimi? Ha, Nima tushundingiz savolimda hozir? to'g'ri. Shu erkakning ayoli bo'lganim uchun o'zlariga qarab yurmaydigan, asabimizni buzadigan narsalarni aytganlarida alamlar qilib ketgan. Tasavvur qiling, men o'g'lingizman va sizga aytyapman. Onajon, qachonki meni o'zingizni ko'zingiz bilan o'g'lingizga qaraganday qarasangiz, dadamdan qolgan alamlar bilan emas, dadamdan chiqarmagan noroziligingiz bilan emas, meni o'g'lingiz sifatida ko'rsangiz, siz birinchi bo'lib qiladigan ishingiz Alloh o'g'limni o'z panohingda asra, men bolamga ishonaman, chunki unda meni yarmim bor. Yarmi dadasiniki bo'lishi mumkin, yarmi meniki. Va o'sha yarmi meniki bilan ham bu o'g'limga o'xshaydi, men ishonaman Alloh desangiz onajon, inshaalloh o'xshaydi. Javob bering. Qaytaraymi yo? Javob bering. Siz meni tushundingizmi? Hozir men o'g'lingiz otidan gapirdim. Ha. O'g'lim to'g'ri gapiryapti. Men o'zimni adamzani, xo'jayinim alamzasini o'g'limdan ko'ryapman hozir. Keyin endi gestalt yopamiz. Ayting, hurmatli o'g'lim. Hurmatli o'g'lim, Avvalo o'zimni kechiraman. men o'zimni kechiraman. Chunki senga nisbatan nohaqlik qalbimda испытывать qilganim uchun. Nohaqlik испытывать qilganim uchun. Hozir angladimki, dadang bilan bo'lgan munosabatimda tugallanmagan gestalt bor va men dadangdaqa erkakda ehtiyojim bor bo'lgani uchun dadangdagi ehtiyojim borligi uchun dadangdaqa erkakka, ya'ni ana shu созависимые отношения, hozir tushuntiraman shuni. adangdagi erkakka bo'lgan ehtiyojim bor. Bo'lgani uchun men dadangni qo'lida ozor chekyapman. Dadang bo'lgani uchun men undan ozor chekyapman qo'lida. Seni bunga aloqang yo'q. Senga buni aloqang yo'q. Agar seni qo'lingda keladigan kelin qiynalsa, demak, u ham xuddi menga o'xshagan qiynaladigan erkakka ehtiyoji bor. Qiynaydigan erkakka ehtiyoji bor. Agar keladigan kelin seni qo'lingda qiynalsa, uni ham senda ehtiyoji bor.
Sani qo'ling orqali o'zini azob beradi. Sani qo'ling orqali o'ziga azob beradi. Nima degani endi bu? Tushuntiraman. Nima his qilyapsiz hozir mana shu gapni aytganingizdan keyin? Qanaqadir bo'shashib, ana jahl alamlarim chiqib boshqacha bo'ldim. Shunaqa Allohga alamda shukr. deydi. Alhamdulillah. Mhm. Xotirjam Haqqimga bo'ldim. duo qilib qo'yasiz. Tushuntiraman. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Shukurni Allohga qiling faqat. Demak, qarang, mana terapiya deb nimaga jog'im uzilib tushdi, hurmatli auditoriya desammi? Aslida ayollar o'zi anglamagan holda muhtoj bo'ladi. Mana shunaqa erkakni qo'li bilan o'zini ozor berishga. Nega? Chunki bular bolaligida erta katta bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Erkak bo'lishga majbur bo'lgan bo'lishi mumkin. Bolalik programmasini bilmaymiz nima ekanligini. Va mumkin otasi erta olamdan o'tgan, mumkin ota qaziq o'tkazgan. Bola ongida anglamagan holda katta bo'lishga, kuchli bo'lishga o'zini mahkum qiladi. Va mana bugun shu postni yozdim bugun. Aynan miyadagi amigdala qismi buni san uchun har doim kuchli bo'lish evaziga san xavfsiz zonada yashaysan deb programmalashtiradi. Va erkakni kuchi ayol uchun xavf hisoblanadi. Va ayol o'zi anglamagan holda o'zini kuchli his qilsagina u uchun bezopasno. O'zini puli bo'lsa, o'zini ishi bo'lsa, gapi o'tsa va hokazo. Keyin erkakni boqmandaga aylantiradi. Mana shu yerda nafaqat balans buziladi. Ayol qo'rqadi. Erkak galochka uchun kerak. Tim bo'li yuvosh erkak bo'lsa, u ayol uchun nur ustiga a'lo nur. Chunki yuvosh erkak ozor bera olmaydi. Lekin yeb yotishi ayolni adoyi tamom qiladi. Va ayolni insoniyatni вообще-то bu erkaklarga ham ishlaydigan programma. Peshona qismi, preferentalniy mozg ishlamaydi. U ko'rish qobiliyatiga ega, u kelajakni tasavvur qilish qobiliyatiga ega. Inson qayta trivogaga tushadi. O'zini emas, pulni o'ylashi mumkin. O'zini emas, bolasini o'ylashi mumkin. Mana o'zini emas, kelinini o'ylayapti Halima opa. Trivoga aylanaveradi. Nima uchun? Chunki kelajakni ko'rmaydi. Orqa miyada qisib og'rish sodir bo'ladi. Chunki u hayot uchun kurash manbai hisoblanadi. Oddiy sxema. Yana qanaqasiga oddiy qilib tushuntirishni bilmayman. Shu uchun terapiya sizga xuddi mana Halima opaga o'xshab, endi men bu yerda lyoqqa qildim. Chunki bu ochiq dastur. Terapiyada siz o'zingizni og'riqli nuqtalaringizni ko'rganingizdan keyin birovni ayblashni to'xtatasiz. Va o'zingiz ustingizda ishlashni boshlaganingizda og'riqsiz yashashni o'rganasiz. Og'riqsiz yashash shukur hissi. Shart emas daftar shukrona yozishingiz. Uni qalban his qilishingiz kerak. Qalban his qilish esa ongli ravishda yashash. Men o'ylaymanki tushuntirib bera oldim. Xo'p, rahmat savol uchun Halima opa, tajriba uchun alohida rahmat. Zo'r anglatdingiz. Shodiya Husaynova. Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Haqqimga duo qilib Assalomu qo'ying. alaykum Shodiya Husaynova. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Charchamay yuribsizmi ro'zalar bilan? Rahmat, Xudoga shukr. Mazza qilib tutyapmiz inshaalloh. Shodiya Husaynova, meni ham bitta savolim bor edi. Xo'p. Anaqa. Mana shu namozga, ibodatga turishim bilan, mana shu duolar qilishga o'tirishim bilan shunaqa boshim siqib oladi-da, qo'yib yubormaydi. Mana shu namozga turdimmi, o'sha anaqalarni o'qishni boshladim, boshim siqib oxirigacha siqib o'tiradi-da. Keyin anaqa sal anaqa oxirida duolarni qilayotganimda ham qattiq siqib oladi-da. Keyin duo qilayotganimda o'zimga nuqul chegara qo'yaman. Cheksiz so'rayman deyman, chegara turadi deya oldimda mana shu. Anaqa so'raolmayman-da, so'ragim keladi. Va tilim aylanmay qoladi shu paytda, lekin o'shanda ham boshim qo'yib yubormaydi qanaqadir. Keyin anaqalar bo'lgandan keyin sal yengil bo'laman, bo'shashib. Yashingiz nechida?
Yoshim 81-yilman, 44da. 45da. O'zingizni qanchalik haqsiz deb bilasiz? Loyiqlik darajasi qanchalik sizda? Loyiqlik. Biron joyda ishlaysizmi yoki yo'qmi? Yo'q, uydaman. Uyda o'tiraman. Uyda o'tirgan ayol sifatida eringizdan masalan pul olishda qanchalik erkinsiz? Erkinman, lekin cheklab beradilar. Unaqa bemalol bermaydilar. So'rayman, boshqa qilaman, unaqa bemalol emasda. O'zi pullari bor, lekin anaqa. Cheklash sizga qanaqa emotsiya beradi? Men tushundim, kerakli ma'lumot oldim o'zim uchun. Cheklash sizga qanaqa emotsiya beradi? Noroziman bu anaqadan. Ilk bora norozilik tuyg'usini necha yoshingizda his qilgansiz? Qayerda sizni cheklashgan? Unga ancha bo'ldi, 20 yil bo'ladi. Paka o'sha 20 yillik travmani yechmas ekansiz. Afsuski siz Xudodan ham so'rolmaysiz, chunki xafasiz vaziyatdan. Bu Freyd nazariyasida perenos. Siz ko'chirasiz, o'sha payt Xudodan ham xafa bo'lgan bo'lishingiz mumkin. Nega nohaqlik degan tuyg'uga qaytadan nazar tashlamas ekansiz, qaytadan uni ishlab chiqmas ekansiz. Aslida bu dunyo adolatli bo'lishga harakat qiladi. Tushuntira oldimmi sababini? Tushundim. Hozir nima qilishim kerak endi men hozir? Endi travmangizni xohlang o'zingiz yeching. O'sha davrdagi vaziyatni bugungi ko'zingiz bilan baholang, yechim qiling. Xohlang mutaxassisga boring, yechim qiling. Toki uni yechim qilmas ekansiz, o'sha travmaga bugungi ko'zingiz bilan, ongli ko'z bilan qaramas ekansiz, eringizni puli bo'lsa ham bermaydi. Chunki siz uni cheklab o'tirasiz, neosознанно. O'sha ibodatga o'tirishim bilan boshim siqib qolishlari ham shundanmi shunda? Ibodat siz uchun nima? Erkinlik. To'g'rimi? Ha. Siz erkinlikka tanangizga ruxsat bermayapsiz-ku. Ong uni xavf sifatida qabul qiladimi? Hozir tushuntirdim mana shu siz savolingizdan oldin 1 soat inson miyasini tushuntirdim. Xo'p, rahmat savol uchun. Sog' bo'ling. Yana bitta savol qabul qilaman, keyin Sog' bo'ling. chatni yopaman. Rahmat. Assalomu alaykum, Shodiya opa. Shodiya opa. Assalomu alaykum. Men anaqa Baytullohga borganda qorindan bo'lishi nimadan? Masalan, tahoratim buzilib qolmasin deb rosa ushlaganman, lekin shunaqangi qornimdan bo'lgan, sayda yurganda ham, boshqada ham, Safo Marva tog'larida ham yurganda ham Tushundim shunaqangi sizni savolingizni. Tahoratim buzilmasin deb sirkulyatsiyaga ruxsat bermaganingiz uchun organizm oqimda ishlashi kerak. Oqim buziladi, siz tahorat qilishga eringaningizni u tushunmaydi. Gemostaz degan narsa, bu tushuncha bor. Ya'ni qon aylanishi kerak, kislorod aylanishi kerak, gazlar aylanishi kerak. Ana o'sha aylanishlarni siz nima qilasiz? Ushlab turasiz. Chunki tahoratingiz buzilmasligi kerak. Oqim buzildiki, nima bo'lsin? Tushuntira oldim? Shunda mana shu narsani ushlab turmaslik kerakmi edi? Ya'ni tahoratim buzilsa ham mayli deb anaqa rozi bo'lish kerak-da, shunaqami? Devol o'zimdan sal uzoqroq edi bo'lsam, devolga peshonamni bir urib olardim, to'g'risi. Qanaqa qilib tasavvur qiling-da, o'zingiz aldaysizmi? Siz undan ko'ra tahorat qilaman, zato qornimdan bo'lmaydi, zato diskomfortda yashamayman desangiz proще emasmi? Miyada qanday qilib ushlab o'tirmaslik mumkin? Tana signal beradi-ku, miya signal beradi. Bo'shat deydi. Bo'shat. Signal beradi. Signalni qabul qilmadiki, karax bo'ladi keyin. Siz karax holatda ibodat qila olasizmi? Butun diqqatingiz qorningizda dam bo'lishiga qaratiladi. Organizmni Xudo yaratgan. Va Xudo insonni shunaqa umli qilib yaratganki, tanasini o'zidan da umli qilib yaratgan. Aql esa inson tomonidan shakllanadi, qarashlar evaziga.
Shuning uchun aqlni tanaga kuchi yetmaydi. Tushuntirib bera oldim degan umiddaman. Rahmat savol uchun. Izabella, Rahmat. savolingizni eshitaman. Rahmat. Opa, Labbay. rahmat. Mana boshlayotgan kursingiz haqida ma'lumot bera olasizmi? Men sal kechroq kirdim. Unga kimlar qatnashsa bo'ladi? 1 yillik deyapsiz. Oyma-oy dars o'tasizmi? Shunda 1 yil davomida har oyda darsda qatnashsa bo'ladi. Shunda shu haqida batafsilroq ma'lumot berib yuboring. Balkim menga o'xshab tushunmaganlar bordir. Xo'p, rahmat savol uchun. Bir oyda bir marta to'lov qilinadi 100 ming. Haftasiga bitta dars o'tiladi jonli ravishda. Xuddi mana hozir biz jonli gaplashyapmiz, xuddi shunaqa jonli ravishda onlayn tarzda va mavzular asosida. Ana o'sha 4 ta darsning bittasi psixosomatikaga asoslangan. Misol uchun, bo'lishi mumkin papilloma psixosomatikasi, bo'lishi mumkin ko'zdagi uchuq psixosomatikasi, bo'lishi mumkin og'izdagi sistit og'izdagi stomatit psixosomatikasi. Xuddi shunaqa mavzu belgilanadi va o'sha mavzu asosida dars o'tilinadi. Darsni jadvali nimalar bo'lishi oldingi videoni tagida bor, oldingi audioni tagida. Bunga ham dublировать qilib qo'yaman. 1 yil davomida maqsadim nima? Bu kursni qilishdan maqsad avvalo, по-честному aytaman, avvalo ayollarni o'zi uchun rasxod qilishni o'rgatish o'ziga. O'sha kichkina rasxod bo'lsa ham, oyma-oy o'zi uchun qilish, o'ziga ruxsat berish va buni evaziga qadamma-qadam ularni o'stirish, ongli darajada o'stirish va erkin shaxs darajasigacha olib chiqish. Aha, tushunarli. Rahmat. Demak, Sog' qatnashsa bo'ling. bo'ladi. Hamma ayol uchun kerakli mavzular 100% oddiy tushundim. ayollar qatnashsa bo'ladi. Oddiy hech narsani tushunmaydigan ayol ham spokойно tushuna oladi. Rahmat. Sog' bo'ling. Azizlar, hammaga rahmat. Efirda qatnashganingiz uchun, qimmatli vaqtingizni ayamasdan meni quloq solganingiz uchun avvalo Xudoga shukr qilaman. Qayerdadir savolingizga javob bera olgan bo'lsam, Allohga shukr. Qayerdadir savolingizga javob bera olmagan bo'lsam, meni kechiring. Chunki men ham xuddi sizga o'xshagan bandaman. Banda ham aytadi, ham qaytadi. Xudoga sig'ining faqat, bandasiga emas. Banda ham xuddi o'rganganini aytadi. U haq bo'lishi mumkin, nohaq bo'lishi mumkin. Shu uchun har doim psixologiya sizni shu g'iybatdan to'ssa, birovni hayotiga kalangizni suqishdan to'xtatsa, o'zingizni hayotingizni razberaz qilishni o'rgatsa, shunisiga ham shukr. Men shunaqa qarayman shaxsan psixologiyaga. Va siz ham shunaqa qarang. O'shanda psixologiyadan dunyoni kutmaysiz, dunyo Allohniki, o'zidan kutavering. Hammangizni yaxshi ko'raman, ishoning, chunki siz meni dindosh birodarimsiz. Qayerdadir xarakterim bo'lishi mumkin, endi po natura shunaqa insonman. Qayerdadir ochiqchasiga gapirishim mumkin, qayerdadir o'zingni aldama deyishim mumkin. Buni bir birodaringiz sifatida qabul qilasiz degan umiddaman. Ajratgan vaqtingizga rozi bo'ling. Sizga ham rahmat. Ajratgan vaqtingizga hammangiz rozi bo'ling, aziz yaxshilar. Zero vaqtingizdan so'ralganimda men javob bera olay, dars berdim deb, siz javob bera oling, ilm oldim deb. Sog' bo'ling, aziz yaxshilar. Rahmat ustoz, salomat bo'ling. Rahmat, Allohga hammaga rahmat. Rahmat.